Xo'p, hurmatli do'stlar, mashinadan boshlagan sababi pechkalarimizni yasalayotgan joyi, o'zimiz ishxona, zakatobkalari, hamma narsalari, bundan tashqari ishchilarimiz ham ishlashyapti. Xo'p, narx-navosi, listlari, pullari, pozitsiyalari, hammasini ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi full variantidan boshlaylik. Og'zi katta deyishadi, yo'q, buni og'zi katta bo'lmaydi. Buni bunker joyi katta bo'ladi, 25 bo'ladi. Mashinasi full varianti, mana og'zini ham ko'rsalaring bo'ladi. Og'zi ham katta bo'ladi. Narigilardan ko'ra og'zi ham katta bo'ladi. Двойной list bo'ladi. Bu o't yonadigan joyi двойной list bo'ladi. Tayda tapchani bo'ladi. Mashinamizning narxi 1.300.000 so'm. Buning ichida kuldoni, zaslonkasi, nagarini tozalaydigan narsalarini ham beramiz. Xo'p, bundan tashqari prostoy varianti bor. Bunimiz 1.50.000 so'm. 1.50.000 so'm. Yana narx-navolar o'ynashi mumkin. O'sha buni ham ichkilari, o'sha двойной deganimiz, mana ichlariga qoplanadi. O't yonadigan joyi qoplanadi. Nagruzka o'sha yerda bo'lganligi uchun qoplanadi lis. Bunimizning narxi 1.50.000 so'm. Kuldoni, zaslonkasi, nagarini tozalaydigan narsasi bo'ladi. Mana unimizni full varianti bo'ladi. Mashina full varianti bo'ladi bunisi. Buni orqasida ham tapchani bor. Bu ham o'shanaqa двойной. Ichi двойной bo'ladi. Buni ham o't yonadigan joyi qalin qilinadi, nagruzka o'sha yerdaligi uchun. Xo'p, bunimizning narxi 1.150.000 so'm. Hozircha narx oshadi. O'shani bir qator ogohlantirib ham o'tib ketay. Undan tashqari buni orqasiga tapchan qo'yib beradigan bo'lsak, 1.100.000 so'm bo'ladi. Mashina orqasiga meshitiga tapchan qo'yib beradigan bo'lsa 1.100.000 so'm bo'ladi. Xo'p, hozir mashinalarimizga yuklayapmiz. Mana o'sha chiqib ketyapti. Andijon, Namangan. Xo'p, hozir katta mashinalarimiz ham keladi. Vohaga chiqarib yuboramiz. 3 ta katta mashinamiz kelsa, vohaga chiqarib yuboramiz. Bundan tashqari lazer apparatimiz kesadigan. Keyin bu tarafda susakalarimiz mana hammalari ishlashyapti. Zakatobkani boshlashgan. Olmaylar. Xo'p, zakatobkalari mana tayyor, yasalishni boshlayapti. Xo'p, mana kraskaga tayyor holati bu. Kraskaga xudo xolasa hozir kraskaga beriladi bu narsa. Undan tashqari mana tapchanlarni ham zakatobka qilib qo'yganmiz. Bu o'sha vohaga chiqarib yuboramiz bularni. Xudo xolasa hozir mashinamiz kelyapti, vohaga chiqarib yuboramiz. Kraskalari sepilgan, hamma narsasi 7 kilo ko'mir bilan 12 soat yonadi. 25 ni rasxoti 10 kilo bilan 12 soat yoqasiz. Bunisida 7 kilo bilan 12 soat yoqasiz. Xo'p, 40-35 kvadrat joyda bemalol isitaveradi, hech chiqarmaydi, tutamaydi, garantasini beramiz. Xo'p, sariq logotifli bo'ladi. Sizlarga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Undan tashqari, xo'p, kraska jarayoni ham sepishyapti. Mana kraska jarayoni to'xtashmayapti. Ishchilarimiz, Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Kimga mana shunaqa pechkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Xo'p, bundan tashqari bitta narsasini aytib o'tib ketay, o'sha oxirroqda esimga tushib qoldi. Xo'p, buni dastavkalari bor, pochta orqali jo'natamiz. 100 gacha 220.000 so'm bo'ladi. To'lovni oldindan qilib berasiz faqat. To'lovni oldindan qilib berasiz. Ism, familiyangiz, o'chmaydigan nomeringiz, yashash joyingizni, manzilini bersangiz 100 gacha 220.000 so'mga yetkazib beriladi. Faqat to'lov oldindan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.